Fibroskan apparatida qancha vaqtda ko'rinib turishi mumkin yoki faqatgina bemorlar ko'rinishi mumkinmi yoki profilaktik maqsadda ham o'zi uchun qiziqib chiqishi mumkin degan savollar juda ko'p beriladi. Bunga shunaqa deb aytishim mumkin. Birinchidan, avvalambor haqiqatdan surunkali gepatit B, C, D virusli gepatitli bemorlar, jigar sirrozi tashxisi qo'yilgan bemorlar yoki jigar sirroziga taxmin qilinayotgan bemorlar, shu bilan birgalikda qonda fermentlari yuqori chiqsa yoki bilirubin miqdori, fermentlarning miqdori ko'rsatkichlarda qonda ham leykositoz chiqsa, umumiy qon analizida trombotsitlarning miqdori kamayib ketgan bo'lsa, bunda bemorlar albatta birinchi galda ko'rinishi kerak bo'ladi. Endi keyingi navbatdagi yoki keyingi kategoriyadagi ko'rinishi shart bo'lgan bemorlarga yurak qon tomirli kasallari bo'lgan bemorlar, bundan tashqari qandli diabetli bemorlar, chunki bu bemorlarda metabolizm buzilishi, ya'ni uglevodlar, yog'larning almashinishi buzilishi hisobiga ko'proq jigarda yog' to'plangani hisobiga qotish ketadi.